Hürmetli vatandaş. Bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadakacı Roza Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islaha 2021 yıl 10. ayının 15. günü hürmetli vatandaş. Vaziyet doğrusu da iki kelime söz kılsak. Bugünletin Angliya, Britanya yani Büyük Britanya devletinin veziri Boris Johnson bir haber yani Times gazeti arkalık bir haber yaki bir signal tarqatdı dünyaya. Onun ma'nisi nima deseniz, Reis Xi Jinping bu yıl 10. ayının 31. günüdün 11. ayının 12. günügacha Angliyaning qaysi bir shahrida echiladigan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 26. növbetlik yoki 26. qatimliq yer shari klimat o'zgarishi yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashmaydigan bo'ldi. Siz 10. ayının 9. ayının 17. günüdün hozirgacha hisoblang 10. ayga 15 bo'lsa, 13, 18 bo'lsa, 28 gün yaqin bir ay ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'ur masalasi bo'yicha siyosati dolqinsimon o'zgarib keldi, hurmatli vatandoshlar. Bugun biz shu to'g'rida sizlarga leksiya so'zlaymiz. Vaziyat deganimizda Amerika Qo'shma Shtatlarining kishilik huquq masalasi bo'yicha Uyg'ur masalasida qanday ching turayotganligini, buning uchun Xitoy bilan qanday diplomatiya asosida qanday elishayotganligini bugungi leksiyadan ko'rib olasizlar vatandoshlar. Mavzu mundaq, hurmatli vatandoshlar. Angliya matbuotlari Boris Johnson Reis Xi Jinpingning Birleşken Devletler Teşkilatı chaqiradigan klimat o'zgarishi yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashmaydiganligidan xabar topdi. Boris Johnson xabar topdi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 10. ayning 15. kuni Dovi axboroti to'rbetida e'lon qilindi. Bu Xitoyning o'zining to'rbetiga Dovi to'rbeti axboroti e'lon qilindi vatandosh. Xabar mundaq boshlandi. Angliya Times gazeti, Angliyaning birdan-bir gazeti, eng cho'ng gazeti. Times gazeti 10. ayning 15. kuni mundaq ko'rsatdi. Angliyaning vaziri Boris Johnson Jungoning davlat raisi Xi Jinpingning Birleşken Devletler Teşkilatı Özgürüş Teşkilatı Hava Klimati Özgürüş Ramkisi Ahdnamesi 26. qatimliq ahdname tuzishgan davlatlar yig'inga qatnashmaydiganligidan xabar topdi. Bu yig'in Angliyada echildi. Reis Xi Jinpingning mushu yig'inga qatnashmaydiganligidan Angliyaning vaziri Boris Johnson xabar topdi. Times gazeti xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Kimdir birisi bu xabarni Boris Johnsonga yetkazgan. Vazir Boris Johnsonga yetkazgan. Xabardor kishi bu gazetga, yana Times gazetiga yana mundaq dedi. Hozir aniq oshkora bo'lgani shu bo'ldiki, Xi Jinping yig'inga kelmaydi. Angliyaning vaziriga bu nuqta aniq bo'ldi. Bu kishi yana mundaq ko'rsatdi. Yana xabardor kishi Times gazetiga yana mundaq ko'rsatdi. Bizning tushunmayotganimiz Jungo qandaq maydon qo'llanadi degan gapdir.
Demek qaysi mesele bo'yicha, havo kelimati meselesi bo'yicha Jungo qandaq maydon qo'llanamdi? Yoki kishilik huquq meselesi bo'yicha Jungo qandaq maydon qo'llanamdi? Demakchiki biz buni tushunmayapmizdi. Ular, ya'ni Jungoliklar yangicha va'da berib, 20 davlat yig'iniga, taraqqiy topgan 20 davlat yig'iniga, ya'ni 10-oyning 30-kunidan 31-kunigacha Italiyaning Rim shahrida o'tkaziladigan 20 davlat yig'iniga qatnashishi kerak edi. Lekin hozir bu mümkün bo'lmaydigandek turdi. Lekin hozir bu mümkün bo'lmaydigandek turdi. Yani hozir dastlabki Angliyadagi havo kelimati o'zgarishig'ini qatnashmaydi. Bu hukm tugidi. Endilikda Italiyadagi 20 davlat yig'iniga qatnashmaydigandek turdi. Bu mümkün bo'lmaydigandek turdi. Xabardor kishi mundaq ko'rsatdi Times gazetiga. Jungo yangi va'da berib yoki yangidan yana boshqa to'g'ri va'da berib yetib kelmasa, yer shari klimat masalasining yana harorat o'rlashdan o'rlab ketishini Selsiya 0 yoki boshqa bir darja ichida saqlab qola olmaymiz. Hozir Selsiyani men tushunmadim, lekin Selsiya qaysi darajada saqlab qolishni qo'lga keltira olmaymiz, ya'ni saqlab qola olmaymiz. Ya'ni Jungo bu to'g'rida yangi va'da berib kelib yig'in qatnashish kerak. Yig'inga kelmasa, va'da bermasa, biz havo territoriya klimat ilib ketishni ma'lum Selsiya darajasida saqlab qola olmaymiz. Angliya bu yig'inga sohibxon davlat edi. Bu qatimqi yig'in 10-oyning 31-kunidan 11-oyning 12-kunigacha Glasgow shahrida o'tkazildi. Angliyaning Musha shahrida o'tkazildi. Ko'rdingiz, hozir qilishimizdan bildingiz, hurmatli vatandosh. Demak, hozir Rais Xi Jinping ham Angliyadagi yer shari klimat o'zgarishi yig'iniga qatnashmaydigan bo'ldi. Ehtimollik ichida shundaqla endan keyin o'tkaziladigan Italiyaning Rim shahrida o'tkaziladigan 20 davlat guruhining yuqori darajalik yig'iniga qatnashmaydiganligi, qatnashishi mumkin bo'lmaydiganlik turdi deyiladi. Bu leksiyada Xitoyning o'zining to'rbeti Duvi axborotida e'lon qilindi, hurmatli vatandosh. Bu endi Amerikada matbuotlarda yoki Amerikada ishlayotgan to'rbetlarda e'lon qilinish kerak edi. Lekin uni saqlab turmay men sizlarga elib chiqdim. Endi Xitoyning xabarining qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmayman. Xabar shundoq keldi. Men sizlarga ko'rsatdim, anglatdim. Foydalanish o'rnida ko'rib qo'ysanglar bo'ldi, hurmatli vatandosh, bu xabarni. Biz mush asos ostida oldimiz hozir yana bir tadqiq yoki baho yoki muhokama shaklida bir leksiya so'zlaymiz.